Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Sizlarga yana bir bor murojaat qilamiz. Kanalimizdagi videolarni har safar 10-15 ming kishi tomosha qilmoqda, ammo obunachilar soni bu ko'rsatkichga yetmayapti. Agar har bir tinglovchimiz obuna bo'lish tugmasini bossa, bu biz uchun katta ko'mak bo'lardi. Ishonamizki, bu qiyin ish emas. Sizning birgina bosishingiz bizga kuch, rag'bat va ilhom beradi. Shunday ekan, bizni qo'llab-quvvatlang, obuna bo'ling va do'stlaringiz bilan ulashing. Qo'llab-quvvatlov bo'lsa, yangi hikoyalarni tez-tez chiqarishda davom etamiz inshaalloh. Rahmat sizlarga. Sukut ortida 7-qism. Muallif Shamsinor. Hech Abrorni tushuna olmadim. Bu qizg'anishmi yoki boshqa narsa, bilmadim. Ofisga kirib keldik. Abror meni o'z xonasiga boshlab bordi. Mana bu shartnomani 2 nusxa qilasan. Yaxshilab o'qib chiq. Otangni oldiga borib unga ham shartnomani tushuntirasan. U ham bu shartnomaga imzo chekishi kerak. Ya Alloh. Faqat bu emas. Men nizomni ko'rishga dosh bera olmayman. Allohim, meni bu bilan sinama. Otam menga quloq soladigan odam emas. Bu vazifani yaxshiroq uddalaydigan odamga topshirganingiz bo'lmaydimi? Otang-ku, senga ishonadi baribir. Rostini ayting, bunda nima ko'zlayapsiz? Agar biror narsa ko'zlasam, seni aralashtirib o'tirmasdim. Meni qo'lim bilan qarz solmoqchi bo'lsangiz-chi? Bu ham haqiqatdan yiroq. Otangga seni zarra qadring borligini sezmadim. Otam meni yaxshi ko'radi. Faqat u juda qattiq qo'l. Mehrini hadeganda yuzaga chiqarmaydi. Sen aytgan ishimni qil. Abror chiqib ketdi. Men nizom bilan ko'rishga tayyor emasdim. Onamni umrini xarob qilgan. Men tufayli onamni tahdid qilib birga yashashga majbur qilgan. Qanday qilib men jim tura olardim? Shartnomada chet eldan ulgurji kiyim-kechak mahsulotlarini olib kelish shartlari va soliqni kamroq to'lash uchun nimalar qilish yozilgandi. Shartnoma tuzadigan kargochini ismi ko'rsatilgan bo'lib, chegara postidan o'tgan vaqtdanoq borib kiyim-kechaklarni shartnoma imzolagan shaxslar olib kelishi nazarda tutilgandi. Xonadan chiqqanimda ko'pchilik tushlikka chiqib ketishgandi. Men esa qornim ochganini endi his qildim. Shosha-pisha Abror kirib keldi. Yur, biror yerda ovqatlanamiz. Xo'p, shartnomani o'qidingmi? Ha, shartlar qanday? Tovarni chegaradan o'tgandayoq qabul qilib olish kerak ekan. Agentlikni vazifasi o'sha yerda tugarmish. Yaxshi tushunib olibsan. Otang bu shartga ko'nish turgan gap. Otamning ishiga qiziqmaganman shu paytgacha. Hali nizom mol-mulkini menga qo'shqo'llab topshiradi. Bularni barchasini otam tuzgan. Men buni shundaylikcha qo'yib qo'ymayman. Bechora otam tinim bilmay o'lib ketdi-yu, nizom yallo qilib yuraveradimi? Yo'q. Nizomboy, manzilingizga deyarli yetib keldik. Kafega kirgach, taklifni ham kutmay darrov o'zimga yoqqan taomlarni buyurdim. Abrorga esa shunchaki menyuni tutib qo'ya qoldim. Abror menyuni ochib ham ko'rmadi. Menga ham xuddi shunday bo'lsin. U men aytgan taomlarni nazarda tutib gapirdi. Ofitsiant yozib olib ketdi. Kecha nega oxirgacha eshitmay ketib qolding? Bu haqida gaplashkim yo'q. Men yomon xotiralarni, yomon insonlarni ko'pda o'ylab yura olmayman. Bular orasida men ham kiramanmi? Abror menga sinchkov qaradi. Albatta, sizni yaxshilik tarafingizni ko'rmadim hech. Meni o'rnimda boshqasi bo'lsa, sen tasavvur ham qila olmasding nimalar bo'lishini. Balki menda biror marta iliq taassurot qoldirmagansiz. Tezroq qasdingizni olingda meni javobimni bering. Keyin hamma o'z yo'lidan ketadi. Otangga zo'r syurpriz tayyorlaganman. Bunga yoqishi aniq. Bemalol, meni qarshiligim yo'q. Otangga iching achimaydimi? Endi yo'q. U ota-onangizga nimadir qilganiga men ishonaman. Otasini yonini oluvchi qizni fikri o'zgaribdimi? Menga ishonmay qo'ygan kuni men undan voz kechganman. Otadan voz kechish shunchalar osonmi? Bilasanmi nima? Sen ham xuddi otangni o'zisan.
Senlar xudbinsanlar. Insonni zarra ham qadri yo'q senlar uchun. Siz esa bilmaysizki, surat va siyrat boshqa. Men sizni ishontirib aytamanki, sukut ortida minglab dardlar yashirin. Qachondir haqiqat yuzaga chiqqanda afsuslanmasligingiz qolgani muhim emas. Men hujjatlarni olgancha Nizomni ofisi tomon yo'l oldim. Ortimda Abror ko'ndirishing shart degancha gapirib qoldi. Albatta ko'ndiraman. Axir bu men uchun ham juda ham zarur-ku. Abrorning yordamchisi meni olib boradigan bo'ldi. Yanga, kutib turaymi yoki ketaverayman? Tez chiqaman, bu yerda ko'p qolmayman. Hujjatlarni qo'ltiqlagancha qadam bosib ketyapman-u, ichimda titroq bor. Allohim, o'zing kuch ber. Nafratimni jilovlab kiray. Mana, Nizomni xonasi. Bu ofisni meni otam sotib olgan. Oradan yillar o'tgach, zamonaviy jihozlangan. Ammo baribir bu ofis otamga tegishli. Nizom, men bor ekanman. Sen tinch yashay olmaysan. Chuqur nafas olib tinchlangach, eshikni taqillatdim. Assalomu alaykum. Kirishga mumkinmi? Va alaykum salom. Kelaman aya. Keldim. Kuyovingiz sizga manfaatli shartnoma berib yubordilar. Telefonda ham aytgan ekanlar. Menimcha ham bu shartnomadan siz katta daromad ko'rasiz. Qani berchi? Men shartnomani uzatdim. Nizom diqqat bilan o'qib chiqdi. Demak, davlat solig'i yarim barobariga arzonga tushar ekan. Shunday, to'lovni esa ko'rsatilgan karta raqamiga tushirib berishingiz mumkin. Abror ham bu kompaniya bilan shartnoma imzoladimi? Ha, allaqachon imzolagan. Ular buni imkon doim ham bo'lmaydi dedilar. Atayin Nizomni ishini kuydirish uchun shu gapni aytdim. Aslida esa Abrorni shartnomani imzolaganmi, yo'qmi, xabardor emasdim. Unda men ham imzolayman. Abrorga salom deb qo'y. Kechki ovqatga biznikiga kelinglar. Anchadan beri kelmay qo'yding. Abrorga aytib ko'raman. Rozi bo'lsa boramiz. Men tezroq bu yerni tark etishni xohlardim. Niqobimni yechib hammasini aytib tashlashdan o'zimni zo'rg'a tiyib turardim. Nizom shartnomaga qo'l qo'ygach, hujjatlarni oldim va tezda bu yerni tark etdim. Tashqarida kutib turgan mashinaga o'tirgach, yengil tortdim. Qani endi ko'ramiz, bu yo'q nima bo'larkan. Yana qayta Abrorning ofisiga bordim. Ichkariga kiraverishda esa xodimlar meni muhokama qilishardi. Abrorbekday boy yigitni qo'ldan chiqarmay deganda, xo'jayinni xotini ham chakki emas. Lekin u xotinidan ko'ra bunisi ketib borgan, yurishi ham xuddi modellardek. Chiroyli bo'lsa ham baribir birovni yerga osilgan. Menga yoqmaydi bunaqalar. Men xodimlarning so'zlarini eshitmagandek jilmayib, ularning oldidan o'tib ketdim. Abror xonasida kompyuterda ishlab o'tirardi. Ishing bitdimi? Ha, bitta. Mana hujjatlar. Bir nusxasi Nizomda qoldi. Abror menga hayratlanib qaradi. Nizom? Ha, siz shunday deysiz-ku, shunga aytdim. Tilimga ehtiyot bo'lishim kerak. Abrorga yana biror nima gullab qo'ymay. Uyga qaytgach, kiyimlarimni almashtirishga o'tdim-u, ko'zguga tikilib qoldim. Ko'zguda bir necha oy oldin baxtdan porlagan ko'zlar emas, mahzungina qiz qarab turardi. Bir necha oy avvalgi menni sog'indim. Yana shivirlaydi xazonli bog'lar. Yomg'irni sog'indim. Kuzni sog'indim. Oynaga qarayman mahzun, notanish. Ichimda yashagan qizni sog'indim. Rost, usiz yashashga qiynalayapman. U qayda? Qaytmas deb o'ylanayapman. U ketib goh darddan siylanayapman. Murg'ak ko'zi chaqnoq qizni sog'indim. Yaxshi-yu yomonni bilmas edi u. Birovning ko'nglini tilmas edi u. Buncha o'zini xafa qilmas edi u. Osmondek ko'ngli bor qizni sog'indim. Bolalik u bilan ketdi, qo'l ushlab. Bilmay qoldim hatto ketganda tashlab.
Yashash og'ir qalbga sovutlar ushlab, men o'sha o'zni sog'indim. Menda ketgan o'sha qizni sog'indim. Sarvinoz Sadaf. Chuqur xo'rsingancha kiyimlarimni almashtirdim. Boshim g'uvillardi. Men juda katta muammolar girdobida qolgandim. Uyg'onsam, barchasi tush bo'lsa qani edi. Afsus, bu hayot. Kunlar shu zaylda o'tar. Men atayin kundan kunga yorqin ranglarda kiyinib, Abrorning e'tiborini tortishga harakat qilardim. Sarvinozni ham obdon o'rgana boshladim. Sarvinoz ayrim vaqt o'ziga qaramas, duch kelgan kiyimni kiyib, hatto sochini ham taramay bitta bog'ichga olgancha yurardi. Ayrim vaqtlarda undan rosa ter hidi kelar, men zo'rg'a chidardim. Abrorni tushungandek bo'layotgandim. Bugun Abror bilan marketdan birgalikda bozorlik qildik. Men unga yosh bolalarcha yeguliklar oldirdim. Kinder shokoladini juda sevaman-da. Abror aka, popkorn ham olaylik. Bugun juda zo'r kino bo'ladi. Men sevgan film. Popkorn yeb tomosha qilardim. Mayli, ol. Men esa undan boshqa yana bir narsalar olavering, aravachani to'ldirib tashladim. Abror janoblarni puli ko'p. Ko'ramiz, saxiymi yoki xasis. Abror saxiy ekan. Hech o'ylanmay xaridlarni pulini to'ladi. Yo'lda ketarkanmiz mashinadan qo'limni chiqargancha qo'shiqni baland qilib eshitib ketardim. Yona-yona qalbimiz to'lsin bahorlarga, beg'ubor go'zal yoshlik kabi. Yurakda to'lib ketar bu sof muhabbating, faqat sevging, faqat sevging. Bugun kayfiyatim zo'rligini sababi men Nizomni yaxshigina boshi berk ko'chaga eltib qo'ygandim. U hujjatlarda kelib chiqqan muammolardan hali beri bo'shay olmaydi. Men shu qadar oqilona yo'l topdimki, o'zimga qoyil qolib ketyapman. Buncha xursandsan? Abror mashinani boshqarib ketarkan savol berdi. Shundoq o'zim, xafa bo'lib yurishdan charchadim. Shunaqasi ham bo'larkanmi? Albatta, men juda ko'p narsadan charchayman, ammo ko'pincha mavhumlikdan charchayman. Seningcha nima mavhum? Siz va xotiningiz munosabati. Ochig'ini aytsam, sizlarni er-xotin ekaningizga ishonish qiyin. Nega? Qaydam, menga shunaqa tuyuldi. To'xtang, dorixonaga kirib chiqaylik, asab uchun dorim tugabdi. Senga bunaqa dori nimaga kerak? Polis kerak emas, o'zimda bor. Abrorga javob bermay mashinadan tushdim. Sochlarimni yelkam uzra tashlab olganim uchun shamolda hilpirab yuzimga ham urilardi. Sovuq esa yuzimni qizartirgani aniq. Oppoqligim shu sovuqda biram pand beradi. Assalomu alaykum. Menga mana bu doridan kerak. Dorixonachi yigitga telefonimdan dorini rasmini ko'rsatdim. Faqat shunaqasi kerakmi? Boshqachasi bo'lmaydimi? Yo'q, shundan kerak. Raqamingizni bersangiz xuddi shundan topib beraman. Nima? Tushunmadim. Sizdek chiroyli qizni birinchi ko'rishim, ko'zlaringiz chaqnab turar ekan. Nimalar deyapsiz? Qayoqdandir Abror paydo bo'ldi. Darrov dorixonachi yigitni yoqasidan oldi. Qaytarchi? Nima bo'pti? Chiroyli ekan, yoqtirib qoldim. So'tak, hali senmi meni xotinimni yoqtiradigan? Abror yigitning yuziga yaxshilab o'xshatib musht soldi. O'zingizni bosing. Bor mashinaga chiq. Abror g'azabdan menga baqirdi. Dorixonaning ichkari xonasidan esa qariroq amaki chiqib ularni ajratdi. Yigitlar, o'zingizni tutib oling. Bu nima qiliq? Agar xotinimga yana bir marta gap ochsang, o'ldim deyaver. Abror meni qo'limdan sudragudek tortib mashinagacha yurib borardi. Qo'yvoring, qo'lim og'riyapti. Jim ketamaya, o'zingga yomon bo'ladi. Ahmoq, men bilan nima ishi bor buni? Gap otsa otibdi-da, nima, men o'sha yigit bilan lakillashib ketarmidim? Mashinada sokin ketdim. Abrorni hali beri jahli bosilmadi. Men esa boyagi kayfiyatimdan asar ham qolmadi. Asabdori deb battar asabim buzildi. Menga aytsang, olib chiqmasmidim? Men o'zim uchun kurashib o'rganib qoldim. G'amxo'rligingizni keragi yo'q. Amaya, o'zingdan ketma, keyin yomon bo'ladi. Siz haddingizni biling.
Erta-indin ajrashadigan insoningizni buncha rashk qilish g'alati emasmi? Sen qayoqdagi gaplar bilan asabimni buzaversang, g'alatini ko'rasan. Men sen bilan ajrashaman degan gapni qachon aytganman? Nima? Bu nimalar deyapti? Endi men bilan ajrashmay butun umrini yemoqchimi? Ammangiz aytdi-ku, siz ham e'tiroz bildirmadingiz. Ajrashsam senga yo'l ochiladimi keyin? Qaydam, bir umr toq o'tmasman. Abror qattiq tormoz berib mashinani birdan to'xtatdi. Qattiq tormozdan o'rindiqqa boshimni urib oldim. Yomon og'ridi. Abror qo'limni qattiq qisib o'ziga qaratdi. Sen mendan qutula olmaysan. Abrorning jiddiy gapidan yuragimga g'ulg'ula tushdi. Xo'p deganday boshimni silkib Abrorning qo'llaridan qo'limni chiqardim. Keyin uni asabini buzmaslik uchun jim ketdim. Uyga ham yetib keldik. Indamay mashinadan tushdim. Bu vaqtda kelib soat 19:00 dan o'tgan edi. Men indamay xonamga kirib ketdim. Abror mashinadan xaridlarni olib oshxonaga tomon ketdi. Oshxonada Sarvinoz va amma ovqatlanib o'tirishardi. Men esa ovqat yeyishga ham xohishim bo'lmay xonamga kirdim. Ertangi darsni qilib bo'lgandim hamki budilnik jiringladi. Ana, men kutgan kino boshlandi. Bu Shohruxxon va Kajol qatnashgan Sevishganlar filmi edi. Qayta ko'rsam ham negadir yana ko'rgim keladi. Qo'shig'i Dilvara ham juda yoqadi-da. Televizor qarshisiga o'tirganimda popkorn esimga tushdi. Uydagilar xonalariga kirib ketib bo'lishgandir. Asta oshxonaga chiqib shkafdan popkornni izlab topdim. Ortimga qaytib divanga joylashgancha kinoni ko'ra boshladim. Shu joyda xato qilganimni payqamadim ham. Men xonamni qulflashni unutibman. Abror qo'lida energetik tutgancha kirib keldi. Hamon tun qiyofada. Boshladimi kino? Ha, boshladi. Unga parvo qilmagandek ko'rinsam ham ichimga titroq kirdi. Bugun qolaman demasa bas. Abror indamay oldimga kelib yonma-yon o'tirdi-da, popkorndan tatigancha film ko'ra boshladi. Men kino ko'rayotganda beixtiyor qahramonlarni tahlil qilaman va buni ovoz chiqarib aytaman. Yashavor Mira, shu gapni boplagansan-da. Butun dunyoing ostin-ustun bo'lib ketgandek. Jumlalarga gap qo'shgandim, Abror menga g'alati qaradi. Ha nima? Men shunaqa manjim ko'rolmayman. Gapirmadim. Jimgina popkorn yeb kino ko'rardik. Ba'zan qo'llarimiz bir-biriga tegib ketardi. Meni qattiq hayajon qamrab olgandi. Uf, tezroq chiqib ketsa-da. Abrorning qo'li yelkam osha o'tganda titrab ketdim. Unga hayratlanib qaradim. U esa pinagini ham buzmadi. Xuddi bu oddiy holatdek. Yuragimni do'piri bemalol eshitila boshladi. Nima buncha titraysan? Haligi qo'lingizni olasizmi? Abrordan sal uzoqroqqa qochmoqchi edim, u battar o'ziga tortdi. Men hozir hayajondan o'lib qolaman. Allohim, o'zing qutqar. Jim o'tir, yeb qo'ymayman. Bo'ri emasman-ku. Noqulay men uchun bunday o'tirish. Axiyri tilimga ko'chirdim. Nega? Bu birinchi martami? Abror jiddiylik bilan savol berdi. Ha, birinchi marta. Iltimos yaqin kelmang. Abror o'rnidan turib menga yaqinlashmoqchi bo'lganida ovozim balandroq chiqdi. Seni bunaqa qo'rqoq deb o'ylamagandim. Ha, qo'rqoqman. Bo'ldi, jimgina kinoni ko'ring, tugay deb qoldi. Ana, ikki sevishgan birga bo'ladi endi. Kajol va Shohruxxon yolg'iz qolgan joyga yetib kelgandik. Abror televizorni o'chirdi. Men esa hamon tik turardim. Nega o'chirdingiz? Men oxirini ko'rmoqchiman. Hamon ovozim titrab chiqardi. Bilasan-ku, nima kerakini ko'rib. Ko'rmoqchiman. Abrorning qo'lidagi pultga yopishdim. U esa pultni divan ustiga otib meni ushlab oldi. Men yerga qarab turardim. Abrorga qarashga jur'atim yetmasdi. Lekin hozir hayotimda nimadir o'zgarishiga taxmin qilishga qo'rqardim. Abror yuzimni o'ziga qaratdi. Qaltirayapsan. Bilaman. Men shunchalik yomonmanmi? Yo'q. Menga qara, ko'zlarimga. Qarayolmayman. Iltimos qiynamang. Qiynalmaysan.
so'z beraman. Bor kuchimni to'plab Abrorni ko'ziga qaradim va xato qilgandim. Bu ilk bo'saga yo'l ochib bergandi. Yuragim shu qadar potirlardiki, hushimdan ketib qolgudek ahvolda edim. Uni o'zimdan itardim, ammo uning baquvvat qo'llaridan chiqib ketishga kuchim yetmadi. Abror qulog'im ostida ehtirosli pichirladi. Sen meni kundan kunga aqldan ozdiryapsan. Yo'q, faqat bu emas. Undan ozod bo'la olmayotgandim. Boshqa sabrim qolmadi. Abror meni ko'targancha tunchiroqni o'chirdi. Men bu xato ekanini, ertaga qalbimni yana parchalashi mumkin ekanini bilib tursam ham qarshilik qilishga ojiz edim. Barcha harakatlarim befoyda ketardi. Aslida men harakatdan ham qolgandim. Unga qarshilik qila olmadim. Sochimni quritar ekanman, bo'lib o'tgan ishlardan hech o'zimga kela olmasdim. Endi men Abrorning haqiqiy ayoliga aylangandim. Abror ortimdan kelib ohista quchdi. Nimani o'ylab qolding? Hammasini. Xato qildikmi deb o'ylayapman. Ertani o'ylayapman. Xato qilmadik. Sen menikisan. Shuni esingdan chiqarma. Xudbin. Seni boringda xudbinlikka ham roziman. Qurigandir soching. Abror sochimni ushlab ko'rdi. Quriganiga ishonch hosil qildi shekilli, soch quritgichni tokdan yuldi. Yur uxlaymiz. Rosa charchadim. Men unga so'zsiz bo'ysundim. O'zimga hech tushuna olmayotgandim. Menga nima bo'layapti? O'ziga ishongan jasur qiz qayerda qoldi? Nega Abrorga bo'lgan nafratim g'oyib bo'ldi? Men bu insonni sevib qoldimmi? Agar birovni go'zal, chiroyli bo'lgani uchun yaxshi ko'rsang, bu sevgi emas, balki shahvatdir. Agar birovni zakovatliligi uchun yaxshi ko'rsang, bu muhabbat emas, balki lol qolishdir. Agar birovni faqat boy, badavlat bo'lgani uchun yaxshi ko'rsang, bu ham muhabbat emas, balki moddaparastlikdir. Agar birovni sening nazdingda yaxshi bo'lgani uchun yaxshi ko'rsang, bu ham sevgi emas, balki his-tuyg'ularingdan minnatdorligingdir. Ammo sen agar bir kishini yaxshi ko'rsang-ku, uni nima uchun yaxshi ko'rishingni o'zing ham bilmasang, mana shu haqiqiy sevgi. Men Abrorni sevib qolgan bo'lsam-a, nimalar qilib qo'ydim? Men sarvinoz borligini unutib qo'ydim-ku. Birovning baxtiga chang soldimmi? Abrorning ko'ksiga bosh qo'yib yotar ekanman, u allaqachon uxlaganini nafas olishidan sezilardi. Men butkul ikkilanish girdobida qolgandim. Sizlarga manfaatli kontentlar ovozlashtirishimiz uchun kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yangi joylanayotgan hikoyalardan birinchilardan bo'lib tinglaysiz. Erta tong Abrorning sochimni ohista silashdan uyg'onib ketdim. U menga mayin jilmayib qarab turardi. Nega tikilib qoldingiz? Rahmat hammasi uchun. Unga tushunqiramay qarab turardim. Menga o'zingni asraganing uchun. Yuzlarim qizarib ketgani aniq. Rosa uyaldim. Uning ko'ksiga yuzimni yashirdim. Uyalma. Endi biz bir tanu ikki jonmiz. Boring-e, men o'qishga borishim kerak. Men ham ishga boraman, xonim. Unda turing o'rningizdan. Sen meni aqldan ozdiryapsan borgan sari. Abrorga kulib qo'ydim-u, yuvinish xonasiga kirib ketdim. Chiqqanimda Abror xonada yo'q edi. Bu tabiiy, uni kiyimlari bu xonada emas-ku. Men og'ir xo'rsinib qo'ydim. Nimalar qilyapman? Nimalar qilib qo'ydim? Mendan foydalanayotgan bo'lsa-chi? Men o'zimga qarshi bormasligim kerak edi. Ammo Abrorga yaqin bo'lmasam, men o'z maqsadlarimni amalga oshira olmayman. Nima bo'lgan taqdirda ham er ko'rgan xotin hisoblanaman. Buni endi ahamiyati yo'q. Doimgidek o'zimga yarashqli kiyimlarda tashqariga chiqdim. Ammo Abrorga nimalarnidir uqtirardi. Sen bola, esingni yegansan. Ammo men sizga boshida yo'q aytganman. Uni menga keragi yo'q.
Ich-ichinggacha muzlab ketdim. Abror nahotki meni aytayotgan bo'lsa, nahotki Abror shunchalar ikkiyuzlamachi. Yonoqlarimga beixtiyor yosh dumaladi. Abror meni chiqqanimni ko'rgach, men tomon kela boshladi. Unga sezdirmaslik uchun ko'z yoshimni darrov artib oldim. Abror yonimga kelgach tabassum bilan yuzimdan chimdib qo'ydi. Nega xayol surib qolding? Hech. Yur, ko'chada ovqatlanamiz. Ertalabdan kayfiyatimni buzishdi. Xo'p. Abror qo'limdan ushlab mashina tomon yurib ketdi. Men avvallari mashinani orqa o'rindig'ida ko'proq o'tirgan bo'lsam, bu gal Abror meni o'zi oldi o'rindiqqa o'tqazdi. Nima yeysan? Farqi yo'q, qorin to'ysa bas. Biz mo'jazgina nonushta uchun mo'ljallangan tamaddixonaga to'xtadik. Abrorni menga qilayotgan mehribonchiligi soxtadek tuyulardi. O'zidan esa bu haqda so'ray olmasdim. Nonushtadan keyin Abror meni o'qishga tashlab o'zi ishga ketdi. Ketar oldi esa o'qish tugasa olib ketaman dedi. Darsda o'tiribman hamki xayollarimni yig'a olmasdim. Nizomovna degan so'z domlaga nigohimni qaratishimga sabab bo'ldi. Eshitaman. Men nima dedim? Qayta aytingchi. Uzr domla, xayolim joyida emas. Muammolaringizni o'qishga olib kelmang. Qayta takrorlanmasin. Xo'p. Demak, Nizomovna. Yo'q, yetar. Endi men bu ismni ortiq ko'tarib yura olmayman. Bugunoq hal qilaman. Ikkinchi juftlikdan so'ng javob olib, kerakli manzil tomon yo'l oldim. Men otasining ismi degan joyini o'zgartirishga harakatni boshladim. Shahar pasport bo'limiga kirib, nima maqsadda kelganimni aytdim. Men pasportimdagi otasi degan joydagi ismni o'zgartirmoqchiman. Bunga asosiy sababingiz bormi? Bor. Agar sudda ko'rib chiqilsa, nomi yozilgan odam mening otam emasligini DNK tekshiruvi orqali ham isbotlab bera olaman. Unda familiya, ism va ota ismini o'zgartirish to'g'risidagi ariza berilgan kundan boshlab 2 oy mobaynida ko'rib chiqiladi. Uzrli sabablar. Ishni rasmiylashtirish uchun zarur bo'lgan dalolatnoma yozuvi nusxalarining boshqa FXDIO organlaridan ichki ishlar organlari xulosasining kechib olinishi va boshqalar mavjud bo'lganda FXDIO organi mudiri ushbu muddatni 1 oydan ko'p bo'lmagan muddatga uzaytirishi mumkin. Tushundingizmi? Tushundim. Men ariza yoza boshladim. Tez orada meni oilamni azobga duchor qilgan odamning ismidan qutulaman. Oliygohga qaytib kelganimdan keyin Abrorga qo'ng'iroq qildim. Darsim tugadi. Hozir boraman. Oliygoh hovlisida o'tirgancha Abrorni kutardim. Men hislarim arosatda qolgandim. Katta oyim har kuni qo'ng'iroqlashganda ehtiyot bo'lishimni, o'z boshimcha biror nima qilmasligimni tayinlardi. Men esa ulkan rejalar tuzib bo'lgandim. Men eng avvalo otamning ismini tiklab olishim kerak. Buning uchun 2 oy vaqt ketar ekan. Ungacha birma-bir A, B, C rejalar bo'yicha yurish qilsam, marra meniki. Men nizomni yo'q qilmoqchi emasman. Faqatgina o'ziga ko'zgu tutaman. U shunday yashashi kerakki, butun umr azoblanib qilgan ishlari uchun javob bersin. Har kuni uyg'onganida, qani edi bugun ko'zimni ochmasam desan. Afsus, bunga orzu bo'ladi. Nihoyat Abror keldi. Mashinaga chiqib o'tirdim. Darsing qanday o'tdi? Yaxshi. Bugun menga hisobotlar bo'yicha yordam bermasang bo'lmaydi. Xo'p. Abror mamnun bo'lib qo'limni qisib qo'ydi. Biz ofisda kechgacha qolib ketdik. Ish ko'pligidan hattoki ovqatlanishga ham ulgurmadik. Kechki taomni ham restoranda qildik. Uyga qaytganimizda qorong'u tushib qolgandi. Abror odatiy holdek men bilan xonamga birgalikda kirdi. Siz nega kirdingiz? O'zimni go'llikka solib so'radim. Xotinim bir o'zi qo'rqadi. Uni yolg'iz qoldirish gunoh. Abror shu qadar yaqin keldiki, nafasim qaytib ketdi. Men kiyimlarimni almashtirib olishim kerak. Darrov pomidor bo'lding. Ey Alloh, Abror meni bu turishda jinni qilib qo'yadi. Uni qo'llaridan ozod bo'lishim qiyin kechdi.
Abror aka, unga o'sha dugonalarim aytgan jonni oluvchi qarashimni qildim. Nima deysan? Balki kiyimlaringizni almashtirib olarsiz. Ha, o'zim ham shu fikrda edim. Abror mendan nari ketib shkafimni ochib ko'ra boshladi. Bir tarafida juda kam narsa joylashtirgandim. Bu yerdagi kiyimlarni saranjomlasang, men kiyimlarimni olib kelardim. Sarvinoz-chi? U bilan bir xonada turmayman. Bu xabar rostdan ham men uchun yangilik bo'ldi. Nahot 2,5 oydan beri buni sezmadim. A? Aytganimni qil. Abror meni sirlar girdobiga tashlagancha xonamdan chiqib ketdi. Qiziqish ustunlik qilib ortidan mo'raladim. Abror Sarvinozni xonasini oldidan o'tib, chapdagi, doim berk turadigan xonaga kirdi. Demak, rost aytdi. Bu yerda boshqa gap bor. Men taxmin qilganimdek Abror bilan Sarvinoz haqiqiy er-xotin emas. Ularda mehr-muhabbatni ko'rmadim. Sarvinozni unga suykalishi xuddi mayli, yashayversak ko'raveramiz. Abror qo'lida kiyimlari bilan kirib keldi. Men biror marta uni kiyimlarini yuvgan ham emasman hali. Bering, o'zim joylashtiraman. Chaqqonlik bilan Abrorning qo'lidan kiyimlarini oldim. Bugun ham biror film ko'ramizmi? Abror ayyorlik bilan savol berdi. Yo'q, juda charchadim. Yaxshisi uxlay qolaman. Ertaga yakshanba-ku, darsga bormaysan. Vaqtli uxlash shartmikan? Ha, albatta. Ertaga boshlig'im bir darsda hujjatlarni qalashtirib tashlagan. Ularni ko'rib chiqishim kerak. Sen menga qarasang, men ham senga yordam beraman. Abrorning niyatini yaxshi tushungandim. Ertasi kuni biroz ishga kech ketdik. Yakshanba bo'lsa ham qiladigan ishimiz ko'p edi. Men esa xayol bilan bo'lib telefonimni uyda qoldiribman. Hammasi Abror sababchi. Yaqinda meni jinni qilib qo'ymasa bas. Abror aka, eshitaman. Telefonim qolib ketibdi. Ortga qayting, olib kelaylik. Obbo, meni ofisda kutishyapti. Shu sabab tez haydayapman. Unda men olib kela qolay, shu yerda to'xtating. Juda zarur buyurtmani olib dugonamga tashlab bergandim. Uni bugun topshirishim kerak. Abror noilojlikdan mashinani to'xtatdi. Tezroq ofisga bor. Xo'p. Mashinadan tushib darrov taksi to'xtatib ortga qaytdim. Uyga kirib borar ekanman. Tebranma kursida telefonda bemalol gaplashayotgan Sarvinozga ko'zim tushdi. Sarvinoz meni payqamasdi ham. Shu qadar berilib ketganidan meni sezmadi. Oyi, bu opangiz 4 yildan beri so'zini o'tkaza olmadi-ku. Men ham qo'limdan kelganini qildim. Anavi ilon esa allaqachon Abrorni qo'yniga kirib olgan. Abrorni ko'zi undan boshqani ko'rmaydi. Opangiz esa u dushmanni qizi deyishdan boshqa gapga yaramaydi. Endi nima yeyish? Qo'yaver, u bolani bo'lsa senga olib beraman. Kerak bo'lsa Abrorni sen bilan yashashga majbur qilamanmish. Oyi, gapni ko'paytirasiz-da. Men eshitgan gap bilan bu xolamni ushlab turibman. Agar o'sha kuni xolam chaqirmasa, Abrorni ota-onasi chiqib ketmasdi uydan. Tuzoqqa tushmasdi ham. Xolam o'zini aybini aytmaydi. Otangni dushmanlari deb bo'ldi deydi. Abror bechora bu tulkiga ishonadi. Siz ham bitta gapni ezdingiz. Ajrashsam ham menda hech narsa bo'lmaydi. Abror Anomiga jun bilan zaksdan o'tgan bo'lishi ham mumkin. Men qonuniy nikohida emasman. Shuncha yil yashab, bir so'msiz qolaymi? Qolgan gaplar meni quloqimga kirmadi. Nega ularning orasi buzilib ketgan? Demak, men Sarvinozni baxtini tortib olmaganman. U avvaldan barbod bo'lib bo'lgan. Yo'qsa, Abrorning uylanishiga jim qarab turarmidi? Sarvinozni suhbati tugay deganini sezib darrov xonamga kirib ketdim. Telefonni olgach, xonamni qulfladim-da, yana tashqariga chiqib ketdim. Taksiga javob berib yubormaganim uchun hamon kutib turardi. Darrov o'tirib, manzilni aytdim. Yo'l bo'yi Sarvinozning gaplarini o'ylab borardim. Bu yerda Abror qurbon bo'lgan, uni hayotini izidan chiqarib yuborishgan.
xo'rak sifatida foydalanishgan. Sarvinoz ham begona emas, qarindoshi. Hammasi chalkashib ketdi. Men endi qalbim sohibi uchun ham harakat qilishim kerak. Men uni bu quzg'unlarni oldida qoldira olmasam kerak. Abrorbek, bizning taqdirimiz juda o'xshash. Jigarlarimiz tomonidan musibatlarga ro'baro bo'lib kelyapmiz. Shunchalar ham tubanlashib ketadimi odam degani. Ofisga kirib kelganimda Abror nimadandir jig'ibiyron bo'lib o'tirardi. Nima bo'ldi? Bir firma bilan shartnoma tuzgandim. Tovarlarni olib yarim pulini bergan, yarmini esa tovarni sotib beraman degan. Endi esa tovarlarni o'g'ri urib ketganini bahona qilyapti. Shartnomada doim to'liq pulni to'lash bandi ko'rsatiladi. Qolaversa, tovar ularni qo'liga yetib borgach, siz unga javobgarlikdan ozod bo'lasiz. Bundan ko'rinib turibdiki, ular pulni to'lashga majbur. Ogohlantirish xati yuboring, bo'lmasa qonuniy chora ko'ramiz deng. To'g'ri aytding. Buni ham o'ylab qo'ygandim asla. Bizning kunlarimiz shunday ajoyib o'tar. Uyda esa amma va Sarvinoz men bilan gaplashmay qo'ygandilar. Abror bilan bir xonada yashay boshlaganimga 10 kun bo'lgach, Abror bir kunga boshqa viloyatga ketishiga to'g'ri keldi. Meni yolg'iz qolishimdan xavotir olishini aytdi. Xavotir olmang, barchasi joyida. Er bilan qanday xayrlashish kerak? Yaxshi borib keling. Xolosmi? Men hamon Abrorga to'liq ochila olmagandim. Shirin so'zlar aytish menga yot edi. Quchoqlab, erkalashni esa aytmasa ham bo'lardi. Qachon mendan tortinishni bas qilar ekansan? Borib keling keyin. Shunda yaxshiroq sog'insam chegaralarni xatlab o'tarman. O'zingni ehtiyot qil. Abror ketdi. Kechda oshxonada ovqatlanib o'tirganimda Sarvinoz nishni sanchdi. Ering menga kerakmas deb osilib olishni uddalading. Men esa pinagimni buzmadim. Hali ham shunday. Ering menga kerak emas. Unda Abror xonangga nomaqulni nonini yeyaptimi? Sen Abror haqida gapiryapsanmi hali? U sening ering emas-ku. Bundan chiqdi, men seni eringga osilganim yo'q. Og'zingga qarab gapir zoti past. Onangga tortgansan-da. Sarvinoz, onamga til tekkizma. Bo'lmasa, bo'yda qorang ham bo'lmaydi. Nimalar deb aljirayapsan? Nima? Sen meni lo'q deb o'ylovmiding? Adashding. Sen kim bilan o'ynashayotganingni unutib qo'yding chog'i. Yillar o'tib, izingni yomg'irlar yuvdimi? Asl basharing Abrorni esdan chiqqani yo'q. Pul dardida turli xil tovlanishing va xolangni senga bergan va'dalari barchasi Abrorga ayon. Abrorni osongina chuv tushirishingizga esa men yo'l qo'ymayman. O'zingga katta baho berib yubormadingmi? Bilasanmi nima? Men hech qachon o'zim ishonmagan narsa haqida ishonch bilan gapirmayman. Seni ham izingni quritish qo'limdan keladi. Bilganingni qil, menga farqi yo'q. Men tanovulni yakunlab idishlarni yuva boshladim. Sarvinoz esa o'zini qo'yarga joy topolmasdi. Idish yuvishda davom etarkanman, qo'limda turgan kuchli og'riqdan ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Sarvinoz qaynab turgan choynakdan suvni olib qo'limga quyib yuborgandi. Men u hech narsa qila olmaydi deb ishimda davom etganim xatoyim bo'ldi. Qo'limni achishtirib og'rishi jonimdan o'tib ketayotganda, hatto men Sarvinozga javob qaytarishga ham ojiz edim og'riqdan. U qachon qaynab turgan suvni kattaroq idishga solishga ulgurganini bilmay qolgandim. To'g'rirog'i, fikru xayolim Abrorda bo'lgani bois uni o'ylab turgandim. Bo'lmasa, Sarvinoz menga zarar yetkaza olmasdi. Rakvina ichidagi idishlarni olib Sarvinoz tomon zarb bilan otdim. Likob chil-chil sinib ketdi. Men otgan likob Sarvinozni oyog'iga tegishga ulgurdi. U esa ustimdan kulgancha oshxonadan chiqib ketdi. Men bilan o'ynashma. Sarvinozning shu gapini ilg'adim xolos. Qo'limni sovuq suv oqimi ostida ushlab turish biroz og'riqni qoldirardi. Og'riq sabab ko'zimdan yoshlar ham to'kilardi. Menga eng alam qilgani raqibamga javob qaytara olmaganim bo'ldi. Men bu ishni shundaycha qo'ymasligim aniq.
Jela qolgan yuvuqsiz idishlarga e'tibor bermay xonamga chopdim. Tush pastasidan so'rdim, og'riq biroz bosilar degan o'yda. Ammo qayoqda? Qo'lim achishardi. To'g'ri, juda chuqur kuymagan, ammo terim qip-qizil bo'lib turardi. Qo'lim titragancha Abrorni raqamini terdim. Abror kuttirmasdan javob berdi. Allo, Amaya, yaxshimisan? Yig'ladingmi? Qoyil, ovozimdan sezibdi. Qachon kelasiz? Uning ovozini eshitganimdan keyin o'pkam to'lib battar yig'lagim kelardi. Nima bo'ldi? Keling. Tinchlikmi, gapirsang-chi? Menga keraksiz. Kelishingizda kuyganga qarshi dori olib keling. Amaya, qayering kuydi? Balki borgunimcha tez yordam chaqirarsan. Yo'q, keling, kutaman. Men Abrordan boshqa biror kimni ko'rishni xohlamasdim. Og'riq qoldiruvchi dorilarni ketma-ket ichdim. Oradan 2 soat o'tmay Abror yetib keldi. Shoshilib kelgani shundoq yuz-ko'zdan bilinib turardi. Amaya, nima bo'ldi? Bexosdan qo'limni kuydirib oldim. Abror qo'llarimni ushlab sinchiklab qaradi. Rostini ayt. Ustki qismini kuydirib olishing haqiqatdan yiroq. Rost. Sarvinozmi? Men yo'q degandek bosh chayqadim. Abror qo'limni muzdek suvda yuvishga yordam berib, o'zi olib kelgan malhamni surib qo'ydi. Men buni shunday qoldirmayman. Iltimos. Men Abrorni chiqib ketishga qo'ymadim. Ertasi kuni darsga borganimda bog'langan qo'limga ko'pchilik qarab qo'yayotganini fahmladim. Kutilmaganda esa Sadriddin aka yonimga keldi. Amaya, qo'lingizga nima bo'ldi? Bexosdan kuydirib oldim. Shu gapga o'zingiz ishonasizmi? Hamon taklifim kuchida turibdi. Siz jinni bo'ldingizmi? Men erli ayolman va turmush o'rtog'im juda yaxshi odam. Unga turmushga chiqqanimdan afsuslanmayman. Sadriddin aka, o'zingizga mos qizni toping. Siz baxtga loyiq insonsiz. Sizga aytishga oson. Sevib ko'rmagansiz, bilmaysiz. Qalbga buyruq berib bo'lganda sizni sevmasligini so'rardim. Bu borada sizga yordam bera olmayman. Asta undan uzoqlashdim. Menga ortiqcha muammoning keragi yo'q. Bugun kun ham doimgidek o'tdi. Abror kechagi kun uchun ammasi bilan aytishib qolganini keyinchalik bildim. Deyarli xonasidan chiqmay, ko'pincha mehmonda yuruvchi bu ayolni asli borligi uncha ham bilinmasdi. Lekin Sarvinoz nimalarnidir amma bilan kelishib olgani aniq. Ular tinchib qolishgan. Yoki chindan ham meni homilador bo'lishimni kutishyapti. Abror meni shunchaki tashlab qo'ymas. Abrorni o'zi necha marta bo'lsa ham qo'limga malham surib mehribonchilik qilardi. Hayotimda yagona mehribon erkak edi u. Davomi bor.